Bugungi kunda dunyo qishloq xo'jaligida yangi davr, raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt ta'siri boshlandi. Yurtimizda ham bu jarayonlar faollik bilan amalga oshirilmoqda. Prezidentimizning sun'iy intellektni sohalarda jadal rivojlantirish borasidagi topshiriqlari o'z amaliy natijasini bermoqda. Xitoyning Sinoso kompaniyasi qishloq xo'jaligi uchun mo'ljallangan eng so'nggi sun'iy intellekti bo'lgan Sorb texnologiyasini bir necha oylik muzokaralardan so'ng viloyatimizga olib keldi. Qishloq xo'jaligi sohasida foydalanish uchun mo'ljallangan bu sun'iy intellekt endilikda meva-sabzavotlarni dorilashda hamda inson salomatligini muhofaza qilishda juda ham foydali. Oltiariq tumanidagi Xayrullo Bahrom Boymatov fermer xo'jaligida Sinoso qishloq xo'jaligi robotlari mahsulotlari bo'yicha almashuv uchrashuvi bo'lib o'tdi. Unda soha vakillari, mutasaddilar ishtirok etdilar. Qayd etish kerak, sun'iy intellekt asosida ishlovchi bu robotlar O'zbekistonga birinchi bor olib kelindi. Avval biz dunyoning 20 dan ortiq mamlakatlariga tashrif buyurgan holda tadqiqotlar olib bordik va O'zbekiston yirik qishloq xo'jaligi mamlakati ekanligini aniqladik. Shundan so'ng biz Toshkent, Farg'ona va boshqa viloyatlarda ham o'rganish ishlarini olib bordik. Natijada Farg'ona viloyati eng qulay qishloq xo'jaligi sharoitlariga hamda yaxshi iqlimga ega ekanligi ma'lum bo'ldi. Bu yerda mevali daraxtlar ko'p ekan. Hududning katta bo'lishi bizning qishloq xo'jaligi robotlari va texnikalarimizni joylashtirish hamda rivojlantirish uchun juda qulay imkoniyatni yaratdi. Bu safar mahalliy hokimiyat taklifiga binoan kompaniyamizning 4 asosiy mahsulotini taqdim etyapmiz. Ushbu seminar biz uchun juda muhim. Tadbir yakunida fermerlar amaliy mashg'ulotlarda qatnashib, texnikalar bilan ishlashni bevosita sinab ko'rishlari mumkin. Ishonamanki, bu robotlar orqali viloyatning qishloq xo'jaligi yo'nalishida samarali natijalarga erishiladi. Seminarda ikki turdagi robot dalalarni begona o'tlardan tozalovchi va meva-sabzavotlarni dorilashga mo'ljallangan zamonaviy modellar namoyish etildi. Ular inson omilsiz ishlaydi, har bir harakatni aniqlik bilan bajaradi va keraksiz resurs sarfini keskin kamaytiradi. Taqdimot davomida kompaniyaning sohaga doir eng so'nggi ilg'or texnologiyalari ham tanishtirildi. Qishloq xo'jaligi robotlar hech qanaqa odam yordamisiz, hech qanday yoqilg'isiz, faqatgina elektr orqali butun bog'larni o'zi mustaqil ravishda o'g'itlashi mumkin yoki pestitsidlar sepishi mumkin. Bu juda ham yangi texnologiya, o'zini sensorlari, lidarlariga ega va u o'zini atrofidagi har bir obyektni mustaqil ravishda tadqiq qila oladi. Mutasaddilarning ta'kidlashicha, bu texnologiyalar agrosohada yangi bosqichni boshlab bermoqda. Raqamli boshqaruv tizimi orqali robot dalaning har bir qismida aniqlik bilan ishlaydi. Bu esa meva-sabzavot maydonlari to'liq qamrab olinishiga va sifat ko'rsatkichining yanada oshishiga, eng asosiysi inson salomatligini himoya qilishga xizmat qiladi. Shu bilan birga ko'p vaqt va mehnat talab etiladigan jarayonlar endi robotlar yordamida bir necha daqiqa ichida amalga oshiriladi. Bu texnikalardan foydalanish natijasida birinchi navbatda inson sog'ligi uchun deyarli zararsiz, chunki uni inson omilisiz mustaqil tarzda sepadi. Daraxtlarga asosan bog'dorchilik uchun mo'ljallangan, lekin sabzavotchilik uchun ham qo'llab ko'rdik. Bu juda ham yaxshi samara berdi. Ikkinchi navbatda bu hech qanaqangi bir ekologiyani zararlamaydi, faqat to'liq elektr quvvat bilan ishlaydi. Bu kabi sun'iy intellekt va innovatsiyalarning sohaga kirib kelishi qishloq xo'jaligini yangi bosqichga olib chiqadigan imkoniyatdir. Amaliy jarayon O'zbekiston Respublikasining qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo'ljallangan strategiyasida belgilangan vazifalarning amaliy ifodasidir. Endi yurtimiz dalalarida texnologiya va tabiat uyg'unligi asosida yangi samaradorlik davri boshlanmoqda.